Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar masalasi. Ko'p pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha pulni yillar davomida olmay yuradi. Chunki bu haqda ularga hech kim aniq qilib aytmaydi. Kimdir menga faqat asosiy pensiya chiqadi deb o'ylaydi. Kimdir mening hujjatlarim yetarli emas deb qo'l siltaydi. Yana kimdir esa buni so'rasam baribir bermaydi deb yuradi. Men bugun sizga aynan nimani bilish kerakligini, qaysi holatlarda qo'shimcha to'lov talab qilish mumkinligini va buni qanday tekshirish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki yaqin qarindoshingizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqqini talab qila oladi. Men avvalo eng muhim narsani aytib qo'yay. Pensiya deganda ko'pchilik faqat bitta umumiy summani tushunadi. Masalan, kartaga har oy 1 million 200 ming so'm tushsa, odam mana mening pensiyam shu ekan deb qabul qiladi. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omillardan tashkil topadi. Ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, qarovdagi shaxslar, nogironlik holati, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomlar, yolg'iz yashash, yosh bo'yicha ayrim ustamalar, qonunchilikdagi indeksatsiyalar va boshqa qo'shimcha to'lovlar umumiy summaga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida spravka, tashkilotdan berilgan buyruq nusxalari, harbiy xizmat yoki bola parvarish davri haqidagi hujjatlar alohida ko'rib chiqilgan. Ko'p odamlar qaysi hujjat pensiyaga ta'sir qilishini bilmagan. Ayrim tashkilotlar yopilib ketgan. Arxiv hujjatlar yo'qolgan yoki noto'g'ri saqlangan. Natijada pensionerning haqiqiy staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bor. Odam har bir tashkilotga yugurmasdan ba'zi ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Lekin muammo ham bor. Elektron bazaga hamma eski ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Agar siz 1920 yillar yoki 2000 yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi ma'lumotlar ba'zida noto'liq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirish xavfli. Men ko'p holatlarda pensionerlar qo'shimcha hujjat olib borganidan keyin pensiya qayta hisoblanganini ko'rganman. Bu yerda yashirishmoqda deganda men shuni nazarda tutyapman. Ko'p pensionerga uning huquqi faol ravishda tushuntirilmaydi. Idora xodimi har bir odamga alohida sizda mana bunday qo'shimcha imkoniyat bor. Mana bunday hujjat topshirsangiz pensiyangiz oshishi mumkin deb izlab yurmaydi. Odam o'zi so'ramasa, o'zi ariza bermasa, o'zi hujjat yig'masa ko'p hollarda masala joyidan siljimaydi. Demak, sizning asosiy qurolingiz bilim hujjat va yozma murojaatdir. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 28 yil staj hisoblangan. U baribir ko'p yillar o'tib ketdi deb yuradi. Lekin agar qolgan 7 yilni tasdiqlovchi hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har oy qo'shimcha 7 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq qilishi mumkin. Bir qarashda oyiga 1 ming so'm katta pul emasdek tuyuladi, lekin bir yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. 5 yil ichida esa 9 million so'mga yaqin pul degani. Ikkinchi guruh zararli yoki og'ir sharoitlarda ishlaganlar. Masalan, shaxtada, kimyo korxonasida, issiq sexda, qurilishning og'ir uchastkalarida, tibbiyotning ayrim yo'nalishlarida, ta'limning ayrim maxsus sharoitlarda ishlaganlar bo'lishi mumkin. Bunday ish joylarida ayrim davrlar imtiyozli hisoblanishi ehtimoli bor. Oddiy odam buni bilmaydi. U mehnat daftarchasida lavozim nomi yozilganiga qarab yuradi. Ammo lavozim nomi, ish sharoiti, buyruq, shtat jadvali va arxiv tasdiqlari tekshirilganda pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bor pensionerlar yoki nogiron farzandni tarbiyalagan ota-onalar. Ayrim holatlarda nogironlik guruhi uning belgilangan muddati, mehnat qobiliyatiga ta'siri va ijtimoiy himoya bo'yicha qo'shimcha to'lovlar pensiya miqdoriga aloqador bo'lishi mumkin. Bu yerda hamma holat bir xil emas. Lekin aynan shuning uchun hujjatlarni tekshirtirish kerak.
Masalan, bir otaxon 2 guruh nogironlik bilan pensiya oladi, lekin unga tegishli ustama hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Sababi oddiy. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari bazaga kecha tushgan yoki pensioner o'z vaqtida pensiya bo'limiga tegishli ma'lumotni yetkazmagan. 4-guruh qarovida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner o'zi pensiya oladi, lekin uning qaramog'ida voyaga yetmagan bola, nogiron farzand yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Har bir holatda qoida alohida tekshiriladi. Lekin ko'p odamlar bunday vaziyat pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkinligini umuman bilmaydi. Men doim aytaman, agar sizning oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, farzand, turmush o'rtog'i, nogironlik qaramog'ingizdagi shaxs bo'yicha yangilik bo'lsa, buni pensiya organiga yozma ravishda bildiring. 5-guruh yolg'iz yashaydigan yoki ijtimoiy yordamga muhtoj pensionerlar. Bu har doim aynan pensiyaga qo'shimcha degani emas. Ba'zan bu ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, kommunal to'lovlarda yengillik yoki mahalla orqali beriladigan ko'mak bo'lishi mumkin. Lekin pensionerlar buni ajratmaydi. U menga davlatdan hech narsa tegmaydi deb yuradi. Aslida esa mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilotlar orqali alohida yordam olish imkoniyati bor bo'lishi mumkin. Masala shundaki, odam o'z holatini hujjat bilan ko'rsatishi kerak. Keling, oddiy misol keltiraman. Onaxon 62 yoshda o'ttim yil tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida pensiya tayinlangan. Lekin fabrikada ayrim yillarda u 2 smenada ishlagan. Ayrim davrlarda yuqori razryad olgan, ish haqi yuqori bo'lgan. Agar o'sha yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, o'rtacha ish haqi ko'rsatkichi o'zgarishi mumkin. Natijada pensiya miqdori oshadi. Onaxon buni bilmasa, 10 yil davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Yana bir misol. Otaxon 40 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida bir tashkilotdan boshqasiga o'tgan davrda 8 oylik tanaffus ko'rinadi. Aslida u o'sha payt boshqa nomdagi filialda ishlagan, faqat yozuv noto'g'ri kiritilgan. Arxidan buyruq nusxasi topildi deylik. Shu 8 oy qo'shilganda umumiy staj chegaradan oshadi va pensiya hisobida ustunlik paydo bo'ladi. Har oy kichik farq bo'lsa ham uzoq muddatda bu jiddiy pul. Yana bir vaziyat. Ayol kishi bir necha farzandni tarbiyalagan, bola parvarishi davrlari bor, keyin yana ishga qaytgan. Ba'zi davrlar stajga qanday qo'shilganini o'zi bilmaydi. Agar pensiya tayinlash paytida ayrim tug'ilganlik guvohnomalari yoki bola parvarishi hujjatlari kiritilmagan bo'lsa, bu hisobga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda aniq hammaniki o'shadi demayman. Lekin tekshirmasdan menga tegmaydi deyish noto'g'ri. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq og'zaki javobga ishonish. Pensiyaga boradi. Deraza ortidagi xodimdan menga qo'shimcha chiqadimi deb so'raydi. Xodim tezda yo'q, sizga chiqmaydi deydi. Shu bilan odam qaytib ketadi. Bu eng katta xato. Men doim tavsiya qilaman. Masalani og'zaki emas. Yozma ariza bilan boshlang. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda esa nima uchun rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma asos qilib olingani ko'rsatilishi lozim. Ikkinchi tuzoq. Hujjat yo'q bo'lsa, huquq ham yo'q deb o'ylash. To'g'ri, hujjatsiz pensiya qayta hisoblash qiyin. Lekin hujjat yo'qolgani hammasi tugadi degani emas. Arxivga so'rov berish mumkin. Sobiq tashkilotning huquqiy vorisini topish mumkin. Sud orqali yuridik faktni tasdiqlash mumkin bo'lgan holatlar ham uchraydi. Masalan, tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam zavod yo'q bo'lib ketgan deb o'ylaydi. Lekin arxivda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari saqlanib qolgan bo'ladi. Uchinchi tuzoq. Faqat plastik kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilish. Siz kartaga qancha pul tushayotganini ko'rasiz, lekin hisob qanday qilinganini bilmaysiz. Pensiya ishida esa qaysi yillar olingan, qaysi ish haqi hisoblangan, nechta yil staj kiritilgan, qaysi ustamalar qo'shilgan yoki qo'shilmaganini ko'rish kerak. Agar siz faqat umumiy summani bilsangiz, xatoni topa olmaysiz. 4-nozik masala. Pensiya qayta hisoblanganda pul qaysi kundan boshlab to'lanadi? Ko'p odam men 5 yil oldin ham haqli edim. Demak 5 yillik pulni birdan berishsin deb o'ylaydi. Amalda esa har bir holatda ariza berilgan sana. Hujjat topshirilgan sana, xato kimning aybi bilan yuz bergani, qonunchilikdagi muddatlar alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Bugun hujjat topshirsangiz,
Bugundan keyingi davrni himoya qilish osonroq bo'ladi. Ertaga topshirsangiz, yana bir oy yo'qotishingiz mumkin. 5-noziklik, hamma qo'shimcha to'lov pensiya jamg'armasidan chiqmaydi. Ba'zi yordamlar mahalla orqali, ba'zilari ijtimoiy himoya organlari orqali, ba'zilari sog'liqni saqlash yoki bandlik tizimi orqali bo'lishi mumkin. Pensioner esa bitta joyga borib, menga hech narsa yo'q ekan degan javobni eshitadi va hammasidan voz kechadi. Aslida kerakli eshik boshqa joyda bo'lishi mumkin. 6-noziklik, hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki lavozim nomidagi farqlar. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1959 yil 12 may, boshqasida 1959 yil 20 may deb ketgan. Bunday kichik xatolar katta muammo tug'diradi. Xodim mos kelmayapti deb hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Lekin buni tuzatish yo'llari bor. FHDga ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, ism, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv tasdiqlar yoki sud tartibida aniqlashtirish. 7-masala, pensioner vafot etganda oila a'zolari bilmay qoladigan to'lovlar. Men buni ham aytishim kerak. Chunki ko'p oilalar marhum pensionerga tegishli bo'lgan ayrim to'lovlar, dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha murojaat qilish mumkinligini bilmaydi. Albatta, bu alohida tartib va hujjatlar bilan amalga oshiriladi. Lekin oilalar endi kech bo'ldi deb yurmasligi kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. Pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz menga pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomalari, ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, lavozimni tasdiqlovchi hujjatlar, zararli mehnat sharoitini ko'rsatuvchi ma'lumotlar. Hamma narsaning nusxasini tayyorlang. Aslini esa o'zingizda saqlang. 3-qadam, mehnat daftarchasini satr tekshiring. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi joylarda yozuv tushib qolgan, qaysi joyda muhr yo'q, qayerda imzo noaniq, qayerda sana xato yozilgan. Shularni belgilang. Ko'p xatolar aynan shu yerda chiqadi. Masalan, odam 1994 yildan 1990 yilgacha ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat 1994 yilgi ishga kirish yozuvi bor. Ishdan bo'shash yo'q. Bu hisobda muammo keltirishi mumkin. 4-qadam, arxivga so'rov bering. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada tashkilot nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, iloji boricha bo'lim yoki sex nomini yozing. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy davrni ko'rsating. Masalan, 1907 yildan 1902 yilgacha falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari hamda ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, yozma ariza bilan qayta hisoblashni so'rang. Arizada taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqami oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 6-qadam, rad javobi olsa, darrov taslim bo'lmang. Rad javobini yozma shaklda oling. Unda sabab ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sababni tushunmasangiz mutaxassisga ko'rsating. Ba'zan rad javobi to'g'ri bo'ladi. Chunki qonun bo'yicha haqiqatdan ham asos yetarli emas. Lekin ba'zan hujjat noto'g'ri talqin qilingan, davr noto'g'ri hisoblangan yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi kerak bo'lgan holatda rad berilgan bo'ladi. Shunday paytda yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. 7-qadam, o'z holatingizni boshqa odam bilan solishtirib xulosa chiqarmang. Qo'shningiz 20 million 800 ming so'm olsa, siz 20 million 300 ming so'm olsangiz, bu albatta xato degani emas. Uning staji, ish haqi, imtiyozi, oilaviy holati boshqa bo'lishi mumkin. Lekin farq nimadan kelib chiqqanini bilish huquqingiz bor.
Shuning uchun nega meniki kam degan savolni hissiyot bilan emas, hujjat bilan tekshirish kerak. 8-qadam har bir o'zgarishni vaqtida bildiring. Nogironlik guruhi belgilandi yoki o'zgardi, qaramog'ingizda shaxs paydo bo'ldi, hujjat topildi. Familiya o'zgardi, yangi arxiv ma'lumotnomasi oldingiz, bularning hammasi pensiya organiga yetkazilishi kerak. O'zlari bilib oladi deb o'ylamang. Elektron bazalar bor, lekin har doim ham ma'lumotlar tez va to'liq almashmaydi. Men yana bir amaliy misol aytaman. Bir pensioner 25 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan, keyin boshqa ishga o'tgan. Pensiya tayinlanganda ayrim pedagogik davrlar to'liq kiritilmagan. U maktab arxividan buyruqlarni oldi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan tasdiq oldi. Pensiya bo'limiga qayta murojaat qildi. Natijada hisob-kitob qayta ko'rildi. Har bir odamda natija bir xil bo'lmaydi. Lekin bu misol shuni ko'rsatadi. Hujjat bo'lsa masala ko'tariladi. Yana bir misol. Ayol kishi yoshligida kolxozda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuvlar chala, lekin arxivda ish kunlari va hisob bedomoslari saqlangan. Ular topilgandan keyin ayrim yillar stajga qo'shilishi mumkin bo'ldi. Ko'p qishloq joylarda aynan shunday muammo bor. Odamlar kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaliklarida ishlagan, lekin hujjatlar tarqoq. Shuning uchun arxiv masalasini jiddiy oling. Yana bir muhim maslahat. Hujjat topshirayotganda faqat nusxa berib, asl hujjatlarni qo'ldan chiqarmang. Asl mehnat daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi siz uchun juda muhim. Agar asl nusxa talab qilinsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozuv oling. Har bir ariza, har bir javob, har bir ma'lumotnomadan alohida papka qiling. Pensionerning hujjatlari tartibli bo'lsa, uni aldash ham, chalg'itish ham qiyinroq bo'ladi. Men bugun sizga eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensiyangizga qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'yicha imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin uni bilish va talab qilish ko'p hollarda sizning o'zingizga bog'liq. Hech kim sizning o'rningizga eski arxivlarni izlab yurmaydi. Mehnat daftarchangizdagi xatoni tekshirmaydi. Qo'shimcha hujjatni avtomatik qo'shib bermaydi. Siz yozma murojaat qilsangiz, hujjat yig'sangiz, javob talab qilsangiz, o'z haqingizni himoya qilish imkoniyatingiz kuchayadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugun hujjatlarni tekshiring. Staj to'liqmi? Ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi? Nogironlik, qaramog'dagi shaxs, imtiyozli ish sharoiti yoki arxiv hujjatlari hisobga olinganmi? Shubha bo'lsa, og'zak gap bilan cheklanmay yozma ariza bering. Javobni ham yozma oling. Mana shu oddiy tartib ko'p pensionerga har oy qo'shimcha pul olish yoki kamida o'z hisob kitobini aniqlashtirish imkonini beradi. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Qo'shimcha to'lov bo'yicha murojaat qilganmisiz? Sizga qanday javob berishgan? Bu tajribalar boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hojat masalalarini yana ham sodda va aniq qilib tushuntirib beraman.